Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. İslam biz programımızın 124. sanlı görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli görürmenlerimiz, hemmelega ma'lum bolgandek uzundan buyon her bir Müslüman çuqum Kur'an ve sünnet nuru astida tushunish kerak bo'lgan xilma-xil temalarni ayrim mavzu qilgan shaklda har haftada huzurlarga sunib kelyapmiz. Allah subhanahu va taolo so'zlangan bu temalarni to'g'ri shaklda tushunib, hayatımızga tatbiqlagan şekilde dinimizni haqiqiy hayatımızda ro'yobga chiqarib, islomimizni haqiqiy amaliy hayotimizda yoshitish, shunun ko'rsatmasi bo'yicha mengashqa Rabbimiz hammamizni muyassar qilishini Rabbimizdan so'raymiz albatta. Qadrli ko'rmalarimiz programmamizningki doimlik mehmoni hammalar tunishib bo'lgan hurmatli ustoz Şarq Türkistan Ulamalar Birligi shundoqla Dunyo Musulmon Olimlar Birligi a'zosi Abdurahmon Jamol Kashg'ariyni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Programmamiz YouTube va Facebook kanallarimizni naq maydonda tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shundoqla ijtimoiy uchur vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa berishinglarni, savollaringlar bo'lsa so'rashinglarni umid qilamiz. Shundoqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Tunugun e'lonimizda bergandek bugungi temamizning aqida va hayot dedik. Albatta bundan ilgariki bir qancha programmamizda aqida haqida alohida to'xtalyapmiz. Buningki qanchalik muhim ekanligi, bugungi temamizda aqida va hayot degan bir musulmonning hayotiga nisbatan bir musulmon uchun aqida hamma narsa aslida bu to'g'ri bo'lmagan vaqtida biz albatta bugun 124-songa kelgan bo'lsak so'zlanayotgan butun temalar cho'gilab berib, yana shu insonning, shu musulmonning aqidasiga berib taqildi. U to'g'ri bo'lgan vaqtida boshqa butun qilgan shu so'zlangan xilma-xil temalardagi barliq amallarimiz Allohning tarozisida bir ishga yaraydigan bir narsaga aylandi. U xato bo'lgan vaqtida, u to'g'ri bo'lmagan vaqtida bizdan Allah ve Resulü kütken şekilde bulmagan vaqtida bu aqida qilgan bütün amalları insanın neticesiz köpükке aylanan bir narsa bulduğanlıqını derslerimizde devamlı içip so'zlab kelyapmiz. Shuning uchun bugun bu ayrım bir tema qilgan şekilde huzurlarda o'ltiribdik. Ustoz bevosita boshlab ketsak, oldi bilan temamizningki bosh temasi mavzusi bo'yicha bu aqida bilan hayotningki munosabati nima degandan boshlagan bo'lsak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. İslam'da aqida bilan hayotning munosabati yoki aqida bilan turmushimizning munosabati bir-birisidan ayrilmaydigan bir munosabat. Bir-birisidan ayrilishni qabul qilmaydigan chambarchas bog'langan bir munosabat. Aqida bilan turmushning yoki hayotning munosabati ruh bilan badanning munosabatiga o'xshaydi. Badan ruhdan ayrilib qolsa, qimmatini yo'qotgandek, hayotimiz, turmushimiz aqidamizdan ayrilib qolsa, o'zining ruhini, qimmatini yo'qotadi. Nima uchun bu yerda aqida bilan hayotning munosabati ruh bilan badanga o'xshaydi desa? Chunki aqida insonning qalbini tirildiradi. İnsanның qalbini tirildirib, qalbini yo'rtadi. Aqlini nurlantiradi. İnsanның hayatı bir qimmat berdi. İnsanның dunyoga kelish g'oyasini yo'rtib berdi. Hamda insonni to'g'ri yo'lda boshlab, uningki baxtli bo'lishiga asosli rol o'ynaydi. Qur'oni Karimda aqidaningki rolini bayon qilib, va kazalika uhayna ilayka ruhan min amrina. Qur'oni Karimda Alloh taolo ruh deb atagan. İlahi vahiy ruh deb atagan. Eğer sizler hayattaki yaşamakçı olsanlar, canlılık yaşamakçı olsanlar, aktif yaşamakçı olsanlar, kadir kıymetini bilip yaşamakçı olsanlar, bu dünyadaki gayeleri bilip yaşamakçı olsanlar, ilahi vahiy eslanlar. Kur'an'ın ruhi boyunca yaşanlar. Eğer sizler bu ruhtan ayrılıp kalsanlar, halınlar harap olur. Leşmeyeceğiz olursalar, boşan olursalar, dünyadaki milletlerin aldığı har zabın olursalar, özanlarının itibarlarının kıymetlerini yoktub koysalar. Şu an insan sağlam aqideden ayrılıp qalgan çağda yoki aqidat azg'un bir yo'lga kirib qolgan chog'da bir ruhsiz badanga o'xshaydi. Faoliyatsiz,
ruhsiz, tushkun, qimmatini yo'qotgan, zulm bo'lamdi, xo'rlik bo'lamdi, ko'nab qoladigan bir holat kelib qoladi. Buningda badan bo'lgan bo'lsinmi, yoki jism bo'lgan bo'lsin, bir g'oyasiz maxluqqa aylanib qoldi. Faqat yeb ichilishlik kelgandek bir maxluqqa aylanib qoldi. Nima uchun shunday bo'lsa? Chunki aqida inson hayotiga nisbatan qorong'ulikni yo'rtib turgan mash'alning o'rni. Aqida inson hayotiga nisbatan qorong'ulikni yo'rtib turgan mash'alning o'rnida insonning dunyoga kelish g'oyasini va bu dunyodagi bir umrlik planning ko'rsatib turgan xaritini o'rnidagi narsa. Demak, inson aqidadan ayrilib qolsa, umrlik plan yo'q uni. Nima ish qilasan desa, oldim qarab yigab bo'ladi. Xo'sh. Umrlik planni tuzanmaydi. Dunyoga kelish g'oyasini planlaydi. Natijada gangrab qoladi. Bu yerda aqida degan vaqtida buni boshqa bir tonishtirish to'g'ri keldi qarindoshlarga yangidan. Aqida deganimiz qalbning keskin tasdiqlashi, aqlning qanoat tepishi, a'zolarning qalbning harakatiga moslashib amal qilishi va kundalik hayotda samimiylikni ifodalash bu aqida. Xo'sh. Bu 4 narsa tang maydonga chiqishi lozim yoki vujud chiqishi lozim. Aqida deganimiz inson muqaddas bilgan narsaning ro'yi bo'yicha amal qilishi demak. Uni aqida deymiz. Agar uni amal qilmasa, u aqida emas, u soxtalik, yolg'onchilik. Aqida deganimiz kundalik hayotning ayniki demak. Ya'ni men kundalik qilayotgan ishim aqidamning ruhiga uyg'un emasmi? Aqidamning prinsipiga to'g'ri kelmamdi, xato to'g'ri deydigan o'lcham yoki halol, harom deydigan o'lcham uyg'un kelamkanmi? Bu aynak qarash lazım. Agar biz aqidani aynak qilmasak, biz dunyo bugun mushundaq bo'ladi ekan, burungi zamonga o'xshamaydi ekan. Bizim dunyo boshlashmasak, moslashmasak bo'lmaydi deb ketaverib qolsa, bu odam aqidaning ruhini yo'qotdi demak. Xo'sh. Aqida deganimiz biz qalbimiz tasdiqlagan bo'lsak, qalbimiz tasdiqlagan bo'yicha, tilimiz e'tirof qilgan bo'lsak, e'tirof qilganimizni, kallimizda yoki zehnimiz bilgan bo'lsak, bilganimizni xo'sh. Bu nazariyadan amaliy hayotga aylantirish demak. Tasavvurimizni reallikka chiqarish demak. Bu aqida bu. Buni aqida deb ataymiz. İslamdagi aqida boshqa aqidalarga o'xshamaydi. Balkim boshqa dinlarning aqidasi kallasi bilib qo'ysa, tasavvur bilib qo'ysa, hal bo'lishi mumkin, tukish mumkin. Ammo islomdagi aqida unday emas. Islomdagi aqidaning ruhi tavhid. Birinchi qilib tavhid ruhi chiqish lozim. Xo'sh. Ilohiy vahiyni yo'l boshchi qilish lozim. Agar biz aqidadan da'vo qilgan bo'lsak, qalbimizni poklashimiz lozim, axloqimizni tutishimiz lozim, fikrimizni, ideyamizni isloh qilishimiz lozim. Shundaqlam ijtimoiy va siyosiy adolatni ishga oshirishga amal qilish lozim. Ijtimoiy va siyosiy adolatni reallikka oshirish uchun harakat qilish lozim. İnsanning hayotini, insonning izzat sharafini, insonning mol-mulkini xo'sh, qo'g'dash lozim. Zulm nada bo'ldi ekan, buzg'unchilik nada bo'ldi ekan, uning taqobil turish lozim. Islohot yo'lini tutib menish lozim. Mana bu islom aqidasi. Bu islom aqidasining taqozosi. Demek bu yuqorqi bayonlardan xulosalangan vaqtimizda aqida bilan hayotimiz chambarchas bog'langan bo'lib ayrilmaydi. Qaysi bir sohada harakat qilayli, mayli siyosiy soha bo'lsin, yoki savdo-sotiq sohasi bo'lsin, yoki ijtimoiy soha bo'lib qolsin, bu aqidamiz bilan hayotimiz bir-biridan qat'iy ayrilmaydi. Agar ayrilib qolib qolsak, ruhsiz badanga, shaklga, g'oyasini yo'qotgan, qimmatini yo'qotgan bir shaklga aylanib qolgan bo'lamiz. Xo'sh, xo'sh. Ko'p rahmat haqiqatan deganlardek bu aqidamizdan chatoq chiqqan vaqtida barliq amallarimiz insonniki dunyoda qilayotgan nurg'un ishlarniki hammasiniki qimmatsiz bir narsaga aylanganligi ochiq chiqib turyapti. Bundan burungi darslarimizda nihoyat ko'p ta'kidladik bu masalani. Hamda shu aqida masalasida masalan xuddi nurg'un masalalarni, nurg'un bilimlarni hamda İnsanlar normalde bir zihni cihetten bir malumat süpütü kabul kıldı nurg'un meselelerni. Bu bilip koyduğun mesele iken de. Onda aqidada biz ilgili derslerimizde so'zlayapmiz. Bu mesele aqida bo'lgan vaqtida bu zihni malumat süpütü insonniki hadeb qilib qasli bo'lgan meselemi yoki bir bu aqida insonga yo'lboshchi bo'lib, buning barliq qildigan ishlarini boshqaradigan bir parovoz bo'lishi kerak bo'lgan meselemi? Bu intayin mühim bir mesele. Bugünkü dünyadaki Müslümanlarda, Uyg'ur Müslümanlarda
aniq bekitilmayotgan masalalarning birisi. Xo'sh. Ya'ni bu aqida kallamizni, zihnimizni bilib qo'ysak yoki yodlab qo'ysaqla bo'ladigan bir tekis xarakterlik masalami yoki kundalik hayotimizdagi yo'l xaritasimi, yo'l boshchimi buni aniq bekitish lozim. Biz yuqorqi bayonlarga nisbatan islom aqidasi hayotni harakatlantirdi. Xo'sh. İslam aqidasi insonningki fikri xato bo'lgan bo'lsa, buni tuzdi. İslam aqidasi insonning isteri yurishtirdi, xato qilmishlar bo'lgan bo'lsa, buni isloh qiladi. Haram ishlar kirib qolgan bo'lsa, qaytib chiqadi. Kufr kirib qolgan bo'lsa, yon deydi. Bu insonning hissiyotini qo'zg'aydi. Xo'sh. Faqat zihnimiz bilib qo'yib, kitobdan ishkin yodlab qo'ysaqlar, uxlab qolsak bo'ladigan narsamiz. Davomli hissiyotni o'tdek tutadi bu. İnsonning irodasini harakatlantiradi bu aqida. Adalet üçün zulümge her vakit karıştı dedi bu akide. İslam akidesi. İslam akidesi hakikaten devamlı caranlıtıp dedi. Hakikat gelgen çağda sükut kılmadı. Devamlı bu namayan kıldı. Bu İslam akidesi akiden zulüm kuşuksa, vatanın zulüm kuşuksa, Müslüman karındaşların zulüm kuşukap kalsa, bundak düşmenge tecavüz süpte de bunlara can ilan kıldı. Bu akide bu. Bu akidenin ruhi bizde var mı? Nima uchun mushundaq bir ruh necha yildan tiklanmaydi? Xo'sh. Tiklandi deyishimiz mumkin. Bir qism musulmonlarningki jihad harakatlari, kurash harakatlari. Ammo ko'p sondagi musulmon qarindoshlarimiz nima uchun aqida bu xil ruh kelolmaydi? Demak, bu yer aqidani yo'lboshchi sifatida muomala qilish bilan bo'layotgan masala yoki bir zihniy ma'rifat, faqat yodlab qo'yish bo'lgan masala cho'kitib baramda bu yer qarash lozim. Buning uchun bu aqidani ijtimoiy mas'uliyat bilan kar yo'q. Faqat zihniy ma'rifatga aylantirib qo'ysak bo'lmaydi. Bu aqida degani faqat Alloh iymon keltirishdan tortib, taqdirga ishondimsak tugda zihniy ma'lumot bu. Bu fikriy masala bu. Yodlab qo'ysak bo'ladigan tiksin iborat. Bu shaxsiy masala. Buning ijtimoiy ishlar bilan aloqasi yo'q, siyosiy ishlar bilan aloqasi yo'q, vatan millat bilan aloqasi yo'q, jamiyat bilan aloqasi yo'q, davlat bilan aloqasi yo'q deb ijtimoiy ishni ayirib o'tishga buni qat'iy bo'lmaydi. Bu aqida tamamen bir xato tushunch. Aqidaning ruhini tamamen yo'qotganlik, aqidaga zulm qilganlik bu. Nima uchun shunday deymiz? Chunki inson zihnida aqidani bilib qo'yish bilan sog'lom aqidlik bo'la olmaydi. Aqida nima desa, aqida ma'lumot deb yodlab berish mumkin. Falonining gaplarini bayon qilib berish mumkin. Faqat kallasida bilib qo'yganlik bilan, zihnida aqidani bilib qo'yganlik bilan u inson aqidlik inson bo'la olmaydi. Bundan o'xshatsak bo'lsa, inson taqvo bo'lishning yo'llarini bilib qo'yish yetmaydi. Ash yo'lni menish lozim. Taqvolikning yo'lini menish lozim. Axloqning go'zal taraflarini, nachar taraflarini yod qilib olganlik bilan u inson axloqlik bo'la olmaydi. Cho'qim o'zida go'zal axloqlarni o'zlashtirib, nachar axloqdan voz kechmaguncha u inson axloqlik bo'lmaydi. Shuningga o'xshash bu aqidaning arkonlarini, aqidaning asoslarini, vojibotlarini, farzlarini, hatto mustahablarini yodlagan bo'lsin, buni kundalik hayotiga tatbiqlamaguncha, sotsial hayotiga, tashkilot hayotiga, ijtimoiy hayotiga, tadqiqot hayotiga buni tatbiqlamaguncha bu insonni jonliq aqidalik inson degani bo'lmaydi. Xo'sh. Taqvolik qiyofati bilan, shaklvozlik bilan, tasvir bilan, salla bilan, toni bilan bo'lmaydi. Axloq bu bilganlik bilan bo'lmaydi. Amaliyotni mangmasak, shuning qo'shib bu aqidami jonliq bo'lish uchun cho'qim buni amaliy hayotda tatbiqlash lozim. Aqidani bilishni men taqozo qilsa, kundalik hayotimizni tatbiqlashni taqozo qildi. Kunda nima ish qilsak qilaylik? O'qishimiz mumkin, so'zsat qilishimiz mumkin, biror yerda xizmat qilishimiz mumkin, mashina haydashimiz mumkin. Nima ish qilsak qilaylik, aqidaning ruhi bo'yicha ish qilishni taqozo qildi. Bu aqida haqiqat bilan batil masalasida, adolat bilan zulm masalasida maydon tutishni taqozo qildi. Vijdonimizni harakatlantirishni taqozo qildi. Aqlimizni etishimizni taqozo qildi. Men aqidani bilib qo'ydim. Ammo haqiqatlar batil masalasiga kelgancha biz yo'q u yerda. Haq tarafda turolmasak, zulm bo'layotgan yerda to'xta deyolmasak, uning taqobil turish uchun harakatlanmay qolib qolsak, bu qanday aqida bu? Aqida emas bu. Uxlab qolgan bir aqida. O'lay deb qolgan, ruhsizlashib qolgan bir aqida. Aqidani bilish demak, uni kundalik hayotda amal qilish demak. Bularmi haq bilan nohaqchilik masalasida, adolat bilan zulm masalasida maydon tutish masalasi. Ammo bizdagi maydon qani? Zulm chekdini ochqichma, dushmanimizning dushman demaymiz.
Düşmanımızda tacavuzçı diyemeyimiz. Gerçi bağımızda oğlu vargan, öyümüzde oğlu vargan, ata-analarımızda oğurlu vargan, nurgun nesimizni buğulagan bolsunma, bunu tacavuz kıldı diyemeyimiz. Yani aşırıcılık bir ruh takı şekillenadi. Demek bir yerde bu akide tak hazırgacha bizde soğuk altıda. Yani uxlayotgan haltıda. Uyga haltıda emas bu. Bu akidenin takazzası yok. Bilip koyganlıktan özülam akideye kıymet verenmeydi. Emelge aylanmasa, harekete aylanmasa o verenmeydi. Bu İslam'daki iman başka, akideye okşamaydı başka iman. İslam'daki iman tili bilen dep koysa bulduğu Allah'ın gep emas bu. Allah'a iman ettim de ahirete bes bulduğun gep emas. Ya ki men degan Müslüman muttaqi bu da'vo qilib qo'yganlar qo'llarida bo'lgan bir shuar emas bu, da'vochilik emas. Xo'sh. Yoki bo'lmagan bo'lsa zehniy jihatdan falsafiy xarakterlik bo'lsa uni yodlab etganlik bilan bo'lgan bu zehniy ma'rifat masalasi emas. Yoki bu iymonga qalbimizdan tasdiq qilsak bo'ldi, ko'nglimiz bilsak bo'ldi, buni hayot bilan munosabati yo'q, ijtimoiy ishlar bilan munosabati yo'q deb faqat tasdiqlash va cheklab qo'ygan undaq bir narsa emas. Bu iymon mevcudiyetinin hakikatlerini açıp bir narsa. Xo'sh. Bu dünyaya nima uchun keldik? Nima uchun yashaymiz? Alloh taolo bizga qanday bir vazifalarni topshirdi. Biz musulmon bo'lish uchun qanday yashashimiz kerak, qanday menishimiz kerak degan bir o'lchamlarni ko'rsatganmiz. Bu dunyoni yaxshilik to'shqizgan, to'g'ri yo'lda menib, baxt yo'liga ko'taradigan yo'l xaritasidan iborat. Buni aqidani bunday tushunish lozim. Aqidaning mohiyati bu, aqidaning javiri bu. Demek bu akide zihni ma'rifat emas. Qarindoshlar deymizki, zihni ma'rifat emas. Yodlab oldi. Yoki olmaganmiz yodlablam to'ktiradigan bir tiks emas. Yoki orzu emas. Manda bo'lgan bo'lsa. Balki kundilik hayotimizning yo'l boshchisi. Tasavvurimizning yo'l boshchisi, fikrimizning yo'l boshchisi, so'z-setqimizning yo'l boshchisi, hayotimizning yo'l boshchisi. Dunyo qarashimiz. Aqidamizdan kirish lozim. Bizden yaşaş yolumuz, yaşaş haritamızın asası. Ve gündelik planımızdaki, ya gündelik hareketimizdeki plandan ibaret. Yani gündelik hareket kılmak için plan ne mi? Halaldan haram ölçümü var. Buna dikkat kılışımız lazım. Doğru olan hata ölçümü dikkat kılış lazım. Akideki zıt kılıdığın, akideninki asası zıt kılıdığın iş olup kalsa bundan toktuşumuz lazım. Bu hareket planı bu boyunca bol. Yol haritası bu boyunca bol. Gündelik eynek bu boyunca bol. Eğer bizde bu olmasa, mescidge vaxtida isimiz geldi, ya ki öyde otlaygan çağda isimiz geldi. Ama altın bazara kirgen vaxtımızda, birer jığını kirgen vaxtımızda, ya birer uyan xalq bağa vaxtımızda, ya köngül eç soğudu, köngül eç birer yer bağa vaxtımızda, bu akidenin ruhi, akidenin ki tashabbusi, akidenin ko'rsatmasi bo'lmasa, demek bu akide taqa fakat zihnida bu emniyetga chiqmagan, ishga oshmagan bir akide iborat. Yani uxlab qolgan, xunuk, tushkun bir akide iborat. Yani o'zini namoyon qilamagan bir akidedan iborat bu. Bu yuqori gapimning dalili var mı? Dalili var. Bu ba'zan deyish mumkin, burun kitoblarni manda o'qibdik, burun oxirimda u gap demabdi. Qur'on Karimda har birisida hadis nurg'un dalillar bor. Bunga bir ikkidan dalil eklay, ba'zilar nadan topdan amalning gapini qalbimiz tasdiq qilsak tugmadim deyish mumkin. Qur'on Karimda Alloh subhanahu va taolo aqidaninki amaldan, ish harakatdan, faoliyatdan, plan ayrilmaydiganligini bayon qilib, "Vallazina amanu va amilus solihat ulaika ashabul jannat." İman aytganlar, yaxshi ish harakat qilganlar bular jannatga kirdi dedi. Jannat egillerine müşşu dedi. İki şartını koyup koydu. İman etiş bilen iş bulmaydı, cennet yok sana dedi. İman etiş bilen birlikte ve amel-i salih iş hareket kıldı. İş hareket kıldığı vaktim doğru iş kıldı. Şeriatın ruhuna, İslam'ın ruhuna, akidanın ruhuna uygun iş hareket kıldı. Bu vatanperverlik ruhima İslam'a uygun bol İslam. İslam düşmanlık kılgan vatanperverlik, o vatanperverlik emas. Asıl vatansizliknin ki ta'turisi. Yani vatanperverliknin ta'turisi. Vatanperverlik. Milletni bölediğin, milletni parçalaydigan İslam'ның düşmanı, milletning düşmanı. Bu milletni birden bir tutup turadigan, milletni turildiradigan narsa Uyg'urlik emas, aqida. Bu Uyg'urlik talash tartishi yo'q. Bir bölümü bugungi kunlikda Uyg'urlik bilan deb tor dunyosi ba'zi o'zini tadqiqot davetga saqt bazda o'tirib chiqadi. Uyg'urlik talash tartishi yo'q. Biz Uyg'urligimiz bilan faxrlanamiz. Alloh bizni Uyg'ur qilib yaratdi. Biz tanlab olmadik buni. Biz bunga Allohga shukr deymiz, elhamdulillah deymiz. Xo'sh.
Ama bunu tirildirdigan, bunu ruhlandırdigan Uyg'urlikning qimmatini, Uyg'urlikning alaylikni, Uyg'urlikning madaniyatini bergan bir narsa bor. Bu millatni millat qilib tutib turgan bir narsa, uyg'on bo'lsin aqida. Aqida orqali Uyg'urlikni tirildiramiz. Aqida orqali Uyg'urlikni jonlantiramiz. Aqida orqali Uyg'urlikni qo'g'daymiz. Qandaqdir bu yerda aqidadan chatga chiqish orqali islomiy axloqni qimmat qilish orqali Uyg'urlikni qo'g'daymiz. Bu deganlik bu millat butun tugshab ketsin. Ko'ngli aqidasi yoki yana bir aqida bilan Duysun faqat ismi qalsin deydigan islomga millatga eng chong dushmanlikninki birisi Uyg'urlik tashabbusi. Ya'ni millatni aqidadan ayirib o'tish, millatni kimligidan chatga qaqish, millatni parchalash siyosati bu. Bunga qarindoshlarimiz aldanmaslik kerak. Gerçi ko'rinishi buni chiroyliqdek ko'ringan bo'lsa-mu, yoshidek turgan bo'lsa-mu, buningki niyat ko'pi nejis bo'ladi. Demak bu millatni tirildirdigan, millat ruhlandirdigan, harakatlandirgan, ruhdan ayirib etsa, nerede qoladi Uyg'urlik? Nəhayət qəlb sərq Uyğurğa oxşaş qalımız. İsmi bağımız 13-cü əsrdə yoxab tükən, bugün qıllıqda bağımış uya bir yerdir. Ruhi bağımı, mədəniyyəti bağımı, qimmət qarşı bağımı. Bunu tutup durduğun bir nəsi var. Bu bədənini canlandırğan nəsi, uğan bolsa mı, sağlam itiqatdan ibarət. Amma əpsiki, şunu təşəbbüs qılıb atqanlar, bu əqididən məhrum bolğan. Ya otizmdən təsir uçuğan, ya komünistlərin suyunu içib qalğan məxluqlar. Bu sağlam bir vətənpərvər sahipli adamlar olup kalsa, kimlikni o derecede parçalaş tashabbuslar kelmeydi. Yani Kur'an-ı Kerim'de imanın, yoki aqidaning, yoki tavhidning ish harakatidan ayrilmaydiganligini bayon qilib, "Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, fa ulai falanuhyiyannahu hayatan tayyibah." Kimlar xotirjam hayot kechirdi? Kimlar baxtli hayot kechirdi? Kimlar aman hayot kechira oladi? Kim izzat sharpli yashay oladi desa, iman aytib ish harakat qilganlar dedi. Nima uchun biz yaxshi hayot yashayolmadik? Nima uchun bir xotirjamlik erishamadik desa, bu shart tushmayapti bizda. Tepilmayapti. İman aytdik davtimiz, Qur'on ishondik davtimiz yo'q. İman hal kelib turib, amali solih qilsang, ish harakat qilsang, sabab natijasini joyida qilsang, u hayotdan tayib go'zal hayot seni kutib turdi. Demak, go'zal hayot bizni kutilmagan bo'lsa, bugun xo'rliq bir hayot qolgan bo'lsak, biz bu islomninki shartiga, aqidaninki ko'rsatmasiga zid yo'l ma'notimiz kerak. Millatning umum nisbatiga selish lozim buni. 10% odam, 20% odam bu shart tushgan bo'lsa, qolgan 70-80% odam ta'tur yo'li kirib olsa, uni tatib chiqish masalasi oson tushmaydi. Bugungi millat duch kelayotgan 80 yildan duch kelayotgan masala bu aqidaning ruhining tirilmasligi masalasi. Xo'sh. Biz tafsilotlarga keyin yana kiramiz. Yana payg'ambar alayhisalom yani dalil sifatida deylik yerda. İmandan ish harakatdan ayrilmaydiganini bayon qilib, "Man kana yu'minu billahi vel yawmil akhir fala yu'zi jarati." Kim Alloh iymon etgan bo'lsa, qiyomat kuni iymon etgan bo'lsa, qo'shnisi azab bersin bu odam. Agar qo'shnisi dushmanlar bo'lmasa, tajovuzchi bo'lmasa, musulmon bo'lsin, kofir bo'lib qolsin, qo'shnisiga aziyat bersin. Demak, bu yerda qo'shnisiga aziyat bermaslikdan iborat ish harakatni nimaga bog'layapti? Iymonga bog'layapti. Alloh iymoni bo'lsa, qiyomat iymonsiz mashina qilmasin dedi. Yana payg'ambar alayhisalom kim Allohga qiyomat ishonadigan bo'lib qolsa, miyman kelsa hurmatlasin miyman dedi. Miyman hurmatlashdan iborat ish harakatni iymonninki alomati, iymonning natijasi, iymonning taqozosi dedi. Yani Peygamber aleyhisselam kim Allah qiyam ishonadigan bo'lsa, gap qilsa, yaxshi gap qilsa, bo'lmasa sukut tasin bu odam. Sukut qilsin. Demak, iymoning bo'lib qolsa, yaxshi gap qilsan, Allohga qiyam iymon. Agar unda bo'lmasa, og'zingni buzsan, tillaysan, haqorat qilsan, kamsisan, tuhmat qilsan, butun qora gaplarni taqitsan. Demak, iymondan chatoq chiqqan vaqtda, motordan chatoq chiqqan vaqtda, bugungi to'r dunyosidagi uchi bo'chi demayli, ismi bilan olmaymiz. Bir böyle g'alati gap so'zlar, axloqsizliklar, adabsizliklar buning sababi mana iymonning kaynashi kelayotganlar. Bugungi Facebook dunyosi qarasa, tayni puchak odamlarni qahramon qilib o'tdi. Burungi zaman deydiganmish, qilich bilan maydon tushgan vaqtida nochi shu yerda sinildi dedi. Bugungi zamonda tapancha nochining qo'lidan bor, qo'rqinchoqning qo'lidan, qo'rqinchoqni o'zine Xo'sh. nochi sanaydi. Şunun o'xshash Facebookda xat yoza oladiganlar hammasi o'zini qahramon sanaydi, hammasi o'zini ulamo sanaydi, hammasi o'zini olim sanaydi, hammasi o'zini siyosiy mutafakkir sanaydi. Millatninki siyosiy strategiyasini yoki siyosiy yo'lni buzib o'tishga sabab bo'lmoqda.
Ameliyat qarsa qahramonlik qilgandek, ameliyat qarsa ish harakat qilgandek, faoliyat qilayotgandek. Lekin reallikda undaq emas. Ko'rinishda faoliyat qilgan bo'lsa-mu, ammo o'zining holiga, o'zining saviyasiga bakmay turib, alıcıoq so'zlab, axloqsizlikqa bu millatni buzishga, millatni chirtishga, millatni ta'tir yo'liga boshlashga tashabbus qilayotgan bu xil axloqsizliklar bugun tor dunyosida intayin chiq. Xo'sh. Pes elbi xabira deydigan İslamning ko'rsatmasi bo'yicha kasbiy odamlar, bilimi va odamlar, qobiliyatli odamlar mana ishni bu boshqardi. Bu yetaklaydi. Bu pichida tonlaydi. Xaritani bu siz. Ammo bugungi kunga qarab bas. Hele baqqaldan biz chiqib siyosiy bo'lib olgan, hele oshpazdan biz chiqib tashkilot qurib olgan, hele biz tijoratchining dunyoni to'lab shurgan. Bu millatni bu darajada ufportosh, bu darajada vayron qilish, bu darajada parchalash Allohning oldida qanday javob berdi? Bu o'ylanish lozim. Garchi uni ko'rinish qarshi biz siyosat qilyapmiz. Halingga vaqt pishqin. Bilgan bo'lsang qil, bilmagan bo'lsang tasmut, jimto hadisning hukmi bo'yicha. Demak, gapimizning asosi qaysi? Iymon yaxshidan sharkat ayrilmaydi. Yani bunun bir delil alaylı, delil sifatida. Peygamber aleyhisselam imanla yoki aqidatning sharkatdan ayrilmaydiganligini bayon qilib, arba'un man kunna fi kana munafiqan qalsin. 4 turlik ish bor. Bir odam iymon etsa, bu 4 turlik ishning birisini qilsa, 4 turlik sharkatning, faoliyatning, harakatning, qilmishning birini qilsa, bu odam munafiq oldu. Hammasi jamlansa, agar 4li suchni qilib qolsa, bu jin %100 munafiq bo'ladi dedi. Birinchisi nima desa, omonat qo'ysa xiyonat qil dedi. Iza atumina xana. Omonat xiyonat qilsa bu munofiqning bir sifati. Bu yerda omonat turji. Iqtisodiy jihatdan omonat qo'ysa uni xiyonat qildi. Masalan, $1000 tutib olsin desa, uni so'qib etdi. Yoki $1000 demaydi, $50,000 siz saqlab tursin deb 2017-18 pulchi qadam bergan. Bugun kunlik yo'q, topolmadi. Uni qildim, buni qildim. Xiyonatmiz xiyonat. Yoki biz ma balamsizlik omonat bir qarab qo'ysizlar. Buzilib ketmasin. O'zining balasidan qatarni ko'may tashib etgan bo'lsa, e'tibor qilmasa, u bir xiyonat. Bir ishni ayrim qilamiz, boshqa yo'l chiqmaydi, bir sir vergan bo'lsa, uni yeyib etgan bo'lsa, u bir xiyonat. Xiyonatdan hesapsiz turibdi. İkinci birisi imanni kamsitadigan yoki imanni ojizlashtiradigan, munofiq boshlaydigan bo'lsa, gap qiz yolg'on gap qilgan. Kazzab. Iza haddis kazzab. Gap qiz yolg'on gap. Ya şöhret için kıldı, ya ki namus için kıldı, ya ki özünü bazar seriş için kıldı. Bugün tor dünyası bu kezzaplı yamancık. Hoş. Kezzap tor dünyası da intihancık. Şu bir yerde tor dünyası bir yerden bir yer çıkancık işlenmez gerek. Mecbul olan, salayeti enek olmayan bu adamların işlenmez. İtibarın vermesi lazım. Yani şunlar bir bölük salayet enek olan olsa mı? Tekrar kezzaplık kıldığın bu adamların itibarını tamamen çıkarıp düşü lazım. Neymiş kalsa? Süpeti o kadar muamele kıyıklanmaydı. Münafıklıkla süpti var dedi. Tekrar dedi. Bir şikayettim, kıpsalı şikayettim dedi. Apul. Dikkatsizlikten boğan. Ama tekrar kıpkap kalsa münafıklık muamele kıyıklanı bulamdı. Onu itibarı çıkıp tövge çıkkını bulamdı. O teşkilat koydum, onu koydum, aslında kendim mangını bulamdı. O ravapçası, dapçası onun kendi usul oynağını bulamdı. Üçüncü birisi kilişim tüzgen bolsa, toxtamnam tüzgen, ahdnam tüzgen bolsa, buzulğun şey. Meyli onun olan qilsin, meyli bunun olan qilsin. Ahdinam bo'lgan bo'lsa, bugungi zaman til bo'yicha imzo qo'ygan bo'lsa, bilib turib, tushunib turib, buni qilamiz degan bo'lsa buzar ekan. Sababsiz yoki yo'lsiz holat. To'rtinchi birisi qabul ushab qolgan bo'lsa, og'zini buzadi. O'zini kontrol qila olmaydi. Mush 4 turli sifatning birisi. Kim tepilib qolsa, o adamın munofiqlikdan bir süp tepiladi. O'sha ishni tashlagandan keyin tugaydi. To'g'ri qilgan bo'lsa tugaydi. Agar to'rtlisi tang tepilgan bo'lsa bu jin munofiq. Demak, gapimizning munosabatini bu hadisda esa, mush 4 turlik harakat, 4 turlik amal aqida bilan bog'landimi? Bog'landi. Demak, 4 turlik omonat iymonning qatoridan dedi hadisga. Sidq, rostchilik iymonning qatoridan dedi. Kilişim, imza tüzgemiz, amel qilish iymondan qatoridan. Qabul ushab qolgan ayda ahvol bo'lib qolsa, ya tushunishmas yuz bergan ahvolda afuchan bo'lish, ag'ir bas qilish iymondan qatoridan. Ammo uning ta'tirsini qilish bu iymonga zid qilmishlar.
Mana bu hadislar iymon bilan ish harakatning zich munosabat ekanligini ko'rsatib turibdi. Ham shundaqlam bu yerda bu ish harakatning o'zi aqidaning insonda bor yo'qlikning alomat ekanligini ko'rsatib turib, bu hadisga cho'nqur nazar tashlasak. Bundan shuni ko'rib olish bo'ldiki, qarindoshlar, sog'lom iymon insonning qalbiga yerlashsa, bu iymonning ta'siri insonning fikrida, insonning yurish turishida, insonning amaliy hayotida, so'z setiqlarida, ish harakatlarida namoyon qilib turadi. Demak, uning fikri qarsak buzuq, stili qarsak buzuq, gap so'zlar qarsak buzuq bo'lgan bo'lsa, bu iymonning ta'siridan da'vo qilgan bo'lsa yo'q adam. Hadisning o'lchami, hadisning bahasi, hadisninki tamıqsı bu, mening gibi emas. Demak, biz xulosalgan vaqtimizda musulmon aqidani kundulik hayotga bog'lab tushasa, nima ish qilsin aytgan kechgacha mau aqidaga uyg'un, mau aqidaga zid. Mau shariatga uyg'un, mau shariatga zid deb aqidaga bog'lab tushsa, bu odamning aqidasi jonliq turdi, tirik turdi, birinchi o'rin. Endi qalbi pok bo'ladi, axloqi rusmadi, har bir diqqat qilib, mau aqidaga zidda. Fikri to'g'ri yo'lda bo'lgan bo'ladi, aqli nurlandi. Aqidasining taqozosi bo'yicha tafakkur qilgan bo'ldi, amaliy ish harakat qilgan bo'ldi. Irodasi sab bo'ldi, vijdoni, irodasi kuchli bo'ldi, vijdoni sab bo'ldi. Kundulik hayotga aqidani bog'laymiz. Ammo aqida degan kitobni qolsa yoki uyda chiroyli saqlab qo'ygan Qur'onni qolsa, bu odam mashina haydagan peti yoki avtobus chiqqan peti qo'liq qarasa boshqa dunyoda buni ko'rib mangan bo'lsa, qalaymiqan surat, qalaymiqan mazmunini aqida yo'q degan. So'zat qilgancha halol haram diqqat qilmay, harom ish bo'lib qolsin, pulni jiqtab qilib olgan deb ketib bergan bo'lsa. Voy, ma'ni qilsak, u bilan bu bilan ketib musulmonlarni haqoratlaydigan, kamsitadigan, hali aqidamiz hujum qiladigan, hali kimlikka hujum qiladigan bo'lib qolsa, bu odam yo'q bir odam. Aqidan davoni qilgan bo'lsa, yo'q bir odam. Bu o'lchamda kesib menish lozim. Bu aqida masalasida bo'ladimi, aqidaning arkonlarida, aqidaning ruhida bu suli salaga kirib qolib qolqas chatash chiqadi bu. O tarmoq masalasi ko'z qarash ayrim masala. Demak, xulosalgan vaqtida qarindoshlarimiz aqida zihniy ma'rifat emas. Kallamiz bilib qo'ysaqli bo'ldigan. Mayli kim bo'lsak bo'laydi. Yoki yodlab qo'ydigan tiks emas bu. Xo'sh. Yoki so'zlab qo'ydigan falsafa emas bu. Bu qalbda mustahkam o'rin olib, insonning ideyasini tuztalaydigan, insonning axloqini isloh qila oladigan, insonga to'g'ri yo'lni ko'rsatib ma'nolaydigan, insonning kundulik turmushiga yetakchilik qila oladigan narsa mana bu aqida. Shuning bu yerda bu aqidani biz yo'l bosh qila olsak, kundulik hayotimizdagi xaritasiga aylantira olsak, ening kendi samimiylik, samim musulmonchilik deb. Agar unda qilmay yodlab qo'ydigan talash tortishga sabab bo'ladigan bir narsa deb qaragan bo'lsak, bu aqida o'zining ruhini yo'qotgan bo'ldi. Natijada bizning holimiz oldiga mangmaydi, u keyniga mangadi degan. Xo'sh. Alloh saqlasin. Endi yuqoridagi shu so'zingizda bo'lib mesela Uyg'urlikqa chaqirayotganlar to'g'risida bir gap qildingiz. Bular aslida ziyonliq bu millatning kelgusi uchun deb. Endi haqiqatan islom dunyosida shu aqida masalasida bir-birisini hamda balkim oldimizdagi keyingi kunlarda shu har xil yo'llamda har xil jamoat, har xil iqimdagilarni ayrim to'xtalishimiz mumkin. Ahli sunna va jamoaninki e'tiqodi qabul qilmaydigan bizning haqiqiy to'g'ri yo'l, islomning to'g'ri yo'liga kirmaydigan, garchi ular o'zlarini musulmon deb qarasimi, ulardan butunlay yiroq turish kerak bo'lgan firqalarni ayrim to'xtalsak bo'lgan bir temalar. Ammo shu aqida ustidan turib musulmonlar hatto bizning millatning ichida mesela muhojirat qaragan bo'lsak, bir-birisini har xil firqalarga ayirib tamg'uradigan bu Vahabi yoki bu Salafi, bu uchi uning kendi degandek har xil to'r yuzda uni ko'ralaysan. Hatto sizning ustingizda nurg'un tamg'ular tayyor bo'lganda. Bu şekilde hem de shundoq ba'zanda ham uning ustidagi diniy sahadagilardan boshqalar, ziyolilar islom aqidasini o'ttirib qo'yib turib millatni bir chaqirolmaydi. U deganki hamma odam taqvodorlikda islomning ko'rsatmasi bo'yicha muomaladan keyin bugun masalan siz degan abay temalarni bugun butun millatni o'rtaq Xitoydan qutulish
babıdan ortak bir çağırış üçün onunki sofisini yoki normal etiqattikini yoki aşu Vahabi, Selefi olup ketken bu temaga kirmey turib biz milliy nuqtadan hammamiz Uyg'ur millati bo'lib suftimiz bilan birga kelib, beshi ochiq olsun yoki chigik olsun, hammasi birlikda Xitoyga qarshi turish, Xitoydan qutulish nuqtasidan deb chaqiriq qilayotganlar bor masalan. Men sizningki sen namoz o'qisan men qarshi emas, e'tiqoding qarshi emas. Men buni qilmagan bo'lsam-mi, men o'zim musulmon deb qarayman deydigan bo'lsa o'tirib fikrlar bor hamda. Biz bu o'tirimizga ixtilofning hammasi ko'rib tashlab o'tib, Uyg'urlik nuqtasidan birga kelaylik, bir do'stxon kelib, dushmanimizga o'xshash tan qarshi chiqaylik deyotgan fikrlar bor. Shuningdek bu aqida masalasini davomli holatda o'tirib qo'yish bir yerda har qanday ishimizda aqida bilan mengishimiz kerak. Musulmonga hamda o'zining shaxsiy hayotida butunlay barliq narsamizda bu dinimga uyg'un emas deb bütün gücümüzden so'rab mağdiganlar ma'lum bir kishilar bor hamda. Unda qilmaydiganlar bor da bu yerda. Şu davomli holatda muhojiratga bo'lib Xitoydan qutulish masalasida davomli har bir ishda shu aqidani o'tirib qo'yamiz desak, bu millatning ichida nurg'un talash tortishga sabab bo'lgan masalalarni o'tirg'i to'kilishi mumkin, chiqib kelib chiqishi mumkin degandek masalalarni o'tirib qo'yilishi mumkin hamda. Buningga qana qaraysiz? Bu masala oddiy bir mesele. Eğer insan bilen qaraydigan bo'lsa. Birinci qilib Sharq Turkistonliklar musulmon millatimiz musulmon millat. Mutlaq ko'p qismi. 5-2%ga e'tibor yo'q. 5-2% deb 90% odamning manfaatini uni bo'ysundirmaymiz. G'arbning falsafasi bo'yicha. Ko'p sonliqningki e'tibori, ko'p sonliqningki manfaati oldin qo'rindir. Yani gerçi başkasının inkar kılınmasın. Demek bu millet Müslüman bir millet. Hoş. Komünistler bir mezgel komünizm, otizmda o bu narsa bilan bu milletni qaymoqtirib dindan chiqarish uchun 50 yildan jiq vaqt kommunist kelgan ta bugun qadar bu millatninki e'tiqodini o'zgartirishga urinib keldi. Bunga bir bo'lak odamlarni yetishtirdi. Bular orqali o'zimizning tili orqali otizm tashviqotlari orqali dindan chiqarish uchun shiddatli kuchgan bo'lsa-mu, yanılam Allah'ın fazlan bu millet özünün itiqadı çoğunturup gel. Nima uchun esa bu millet özünün mevcutluğunu birden bir saklaydigan narsa aqida ekan. Kimligimizni saklaydigan narsa islom aqidasi ekan. Madaniyatimizni saklaydigan narsa Uyg'urligimizni qo'g'daydigan narsa islom aqidasi ekan degan bu narsani tushunib yetdi. Gerçi bir bölükle yazmalarda, televizorlarda, gizli jurnallarda u yoqqa chiqqan bo'lsa-mu, ammo mutlaq ko'p sonli millet özünün nim bilan saqlanib qolganligini, bo'lapmi Kaprasiyadan iborat zulmat davrini beshidan kechirganlar, shu davr turmida yotgan, tayoq yegan, ig'ir, dahshatli kunlarni kechirganlar bu haqiqat to'nib yetdi. Ammo u kunlarda uyda o'tirib yoki maktablarda o'qib yoki boshqalarning xizmatini qilganlar bu xil haqiqatni o'zi tushunmaydi. Beşik kelmaganligi uchun tushunmaydi. Ikkinchi birisi chatgarlarga chiqish yo'li ochilgandan keyin bir qismlar u yerda o'qigan bo'ldi, bir qismlar bu yerda o'qigan bo'ldi. Tabiiy holatda har bir inson o'zi o'qigan muhitninki ta'siriga uchrashi bu normal ahvol. Ammo bu yerda muhitda qisman uchragan bo'lsin bir prinsipal bir masala. Musulmon bo'lishibdi bilan mayli u o'zini ziyoli desin, mayli yozuvchi desin yoki dehqon bo'lsin, yo baqqol bo'lsin, musulmon bo'lsa musulmonlik o'lchimi bilan yashash talab qilindi. Qur'onning o'lchami shu. Qur'on davomli ey mu'minlar siz mundaq qilinglar. Xo'sh. Sen musulmon bo'lgandan keyin musulmondek yasha. Musulmonning ruhi bilan yasha, musulmonning xaritasi bilan yasha, musulmonlik ideyasi bilan fikri bilan yasha. O'zingning musulmonlik amal qil, musulmon deb da'vo qilgan bo'lsan, bu zihningni bilib qo'yganing yoki sening u to'g'risida bir narsa yozib qo'yganlik bilan musulmonlik o'lchilmaydi. Ruhi bilan yash, Qur'on sunnat iborat ilohiy asos qilib yashaydi. Buni tashabbus qilamiz, chaqiramiz. Bunu birleştirdiğin ana ramkı var. Bu ana ramkada Uygurlukta talaş tartış yok. Biz Türk milletininki bir tarmıqı Uygur. Allah bizni yarattı, hiç kim biz Uygur emas, andak mandak demeydi. Bu talaş tartışılgan bir mesele emas bu. Bu bununki rang verdiğin bir narsa var. Bunun kıymetini aşırdıgan bir narsa var. Bu aşırdıgan narsa bir itiqat. Aşırdıgan narsa dünya göz qarash. Aşırdıgan narsa medeniyet bu millet. Bunu yaratgan narsa nima bu millette? Bunun qarash lazım. Eğer bu aqida ruhini, İslam aqidasi chiqarsa bu millet nima qoladi? Ming'ilning mabayinda sende bir nim barsa, nima va bu millette?
Uyg'urniki urf odatlarning mutlaq ko'p qismi qarasa islom madaniyati chambarchas bog'lanib ketgan. Agar tushunadigan bo'lsa shu da'vogarlar. Xo'sh. Bu yerda deydigan agar u islom aqidasidan chetlab chiqib ketgan bir inson bo'lsa, boshqa bir dinga aqidasi o'ziga hisobini Alloh qiyomat kuni beradi. Bu xil insonlar necha % egallaydi ila ham? 1-2% egallaydi yoki eshib ketsa chet elda 3-4% egallaydi. Balkim 5% egallar deydi mesela. Yani qolgan mutlaq ko'p sondagi odamlar, ya'ni islom aqidasi. Unda bo'lgancha bu millatni birlashtiradigan xristian dini emas. Bir bo'lik bozor sep pul topishni qilib baqqanmiz. Yoki Bozaning Kunzi nazariyasi emas, Xitoylarningki. Yoki Amerikaniki Bristol-Tet nazariyasi emas. Bu millatni bog'lab birlashtiradigan narsa islom aqidasi. İslam medeniyeti, İslami qimmat qarash bu millatni bir yerga keltiradi. Çünkü Müslümanlardaki 8 türlük biz ilgili kimlikteki amil 8 türlük hemmisini bağlaydıgan narsa bir bütün birinci amilden birisi bu dedik. Biz milli amil ketmeymiz. Milli amil Allah bizni yarattı. Biz onu tahirlerimiz, şeref his kılımız, kuşumuzun içe bendiçilikimizden ada kılımız. Eğer biz bendiçilik kılanmasak, doğru yolu mağanmasak Allah'ın nazarda bizdeki Uygur oğlumuzdaki bir kılca ehmiyeti yok. İnne ekremakum indallahi etqakum. Ölçem itiqat bilen boludu. Ölçem dünya karşı bilen boludu. Tasavvurun bilen boludu seninki. O cismin bilen, doppan bilen, yanmış bilen emas. Şuna Uygurluk asası birleşeyle diyen bu la tamam. İslam aqidasi hücum qilmasa, İslamning prinsiplarga yoki İslamning ta'limotlar hücum qilmasa, ila arablik bilan, ila uliq bilan, buliq bilan hücum qilmasa, nima olsun biz bu Uyg'ur millati bo'lgan birlashaylik, buni birlashishning bir omil sifatida o'tirib qo'ysa qarshilamiz. Kel. Namoz o'qimsa, o'qimamsa, o'zanash. Biz sen namoz o'qish chaqiramiz, o'qsan qo'shib olamiz, o'qimay qolib qolsan, qiyomat kuni hisobini men bermam sen bir. Tugda bo'lishimiz. Muhimi bizning namozimizni kamsitmaysan, bizning ibodatimizni kamsitmaysan, ayollarningki islom farz qilgan hijobini uni hujum qilmaysan, kamsitmaysan, namoz o'qisan o'zanash, o'qimasan o'zanash. Ammo biz namoz o'qish chaqiramiz. Lekin Uyg'urlikni birlashtirgan bir omil qilaysan keldi. Qolgan 8 turli qimmat qarashimizga, yoki 8 turli kimligimizni olib hujum qilmas shart. Lekin undaq deb turib, bu yana hujum qilishchi. Uyg'urlikni bana qilib turib, islomga hujum qildigan, madaniyatimizga hujum qildigan, qimmat qarshi hujum qildigan, bu qanday birlashtirgan? Bu birlashtirmaydi, buzg'unchilik qiladi bu. Birlashtirishning yo'lini tutmaydi, buzishning yo'lini tutadi. Insof yo'q buni. Agar bo'lgan agar ba'zi bir odamlar misol olsa, ma kitobni mesela o'qimizlar yoki bir so'rasa, millat kitib o'qimaydigan bo'lib ketdi deydigan. Amaliyotda shu odamning o'zi kitob o'qimag'achqa millat kitib o'qimaydigan bo'ldi. Shuni o'xshi ana nazarda e'tiqod bo'lmaganlik uchun boshqalar men o'xshash bo'lsa o'tdi deb qaraydigan. Shuni uni u fikr u qimmat qarashimizningki ya kimligimizningki omillariga bu yerda hujum qilinib qolib qolsa rad qilindi. Gerçi o o'zini nima deb atsin, nima nom bilan to'g'ri dunyosiga chiqsin, qanday tashkilotningki hüvisknasi bo'lgan bo'lsin, rad qilamiz. Kimligimizning bir butunligini parchalashga qilamiz. Agar parchalamasdan, hujum qilmasdan Uyg'urlik nemisini o'ttirib chiqib, buni bir omil sifatida bu millatni qutqizishdan yo'l sifatida to'ntayli deb qolsa, buningda cheklanadigan betarafi yo'q. Uning qarshi emas. Normal zada biz Uyg'ur faxrlanamiz dedik. Shuna qilib tugtamni qilsa, güzel javob bo'ldi. Rahmat. Allah razı olsun. Vaqtimiz var. Eshibdi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi sonimizni o'sha yerda oxirlashtiraylik. Haqiqatan qizg'in suhbat bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo ömür bas aldığımızga hafta boshqa bir temada ko'rishguncha balkim buning yana davomini qilamiz deymiz. Davomini qilamiz. Herhalde gapni tugitishga ilgili qarindoshlarimiz aqidaningki ruhi o'tganda mumkin aqidaningki ruhi haqida izlanmoqchi yoki aqidaning kundalik hayot bilan bo'lgan munosabatida izlanmoqchi bilmoqchi bo'lgan qarindoshlar bu kitobimizni o'qib ko'rsa bo'ladi. Islom aqidasi va hayot yangidan chiqibdi mana maşallah. Buni har qaysi kitobxonlarda burun chiqqan kitob bu. Qayta bir tonishtirish to'g'ri. Har qaysi kitobxonlarda bor-ku? Bor kitob. Ko'p rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, undan bo'lsa, inshaalloh oldimizga hafta boshqa bir temada ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.